Assalomu alaykum do'stlar, hurmatli uy egalari. Izolyatsiya qilinmagan imoratingizda energiya iste'mol yiliga 1 kvadratdan soatiga 300 kilovattni tashkil qiladi. Agar shu xarajatlarni 3 baravar, 4 baravar, 6 baravar qisqartirmoqchi bo'lsangiz, buni ilmi bor. Hozirgi obyektimizda bu xarajatlarni 6 baravarga qisqartirish uchun nima ishlar qilganimizni qisqacha tanishtirib o'taman. Misol uchun devor qismiga biz suv olgandan keyin teplоизоляtsiya taklif qildik va uni to'g'ri montajini ta'minlab beryapmiz. Bu imoratni energiya iste'molini 6 baravarga qisqartirish uchun atkos qismlariga katta e'tibor berdik va bu joylarga bazalt vata emas, boshqa teplоизоляtsiya turini montaj qilib beramiz. Hozir mana shu obyektni biz ichidamiz. Bu obyektni maxsus test orqali qanchalik o'zidan havo o'tkazuvchilik koeffitsiyentini aniqlab berdik. Ya'ni devordan, tomdan, o'ynaromdan va bitta narsaga ahamiyat berdik. Ya'ni o'ynaromli. Hozirgi obyektni energiya iste'molini 6 baravarga kamaytirish uchun qo'yilgan o'ynarom montaj umuman sifatga to'g'ri kelmasligi aniqlandi va uy egalariga bu narsani tushuntirganimizdan keyin ustanovka qilib bergan kompaniyaga aloqaga chiqib, nazoratimiz ostida boshqatdan montaj qilinadigan bo'ldi. Do'stlar, Teplodoktor jamoamiz bilan ushbu imoratni tom, fasad, o'ynarom qismlariga to'g'ri termoizolyatsiya yechimlarimiz orqali energiya samaradorligini 6 baravarga oshiryapmiz. Agar sizga ham shunday ilmga asoslangan to'g'ri yechimlar kerak bo'lsa, albatta Teplodoktorga murojaat qiling.